165 chekkaga oling. Sizni ogohlantiryapti, chekkaga oling, syomka bo'lyapti. 165 chekkaga oling, xalaqit qilyapti tez yordamga. 165 chekkaga oling, xalaqit qilyapsiz. Ushbu video ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, fuqarolarning keng muhokama qilinishiga sabab bo'ldi. Ya'ni hamma yana bir haydovchi tez yordam avtomobiliga yo'l bermaganligi yuzasidan fikr bildirildi. Aslida esa voqea qanday bo'lgandi? Holatga oydinlik kiritamiz. 165 chekkaga oling, xalaqit qilyapti tez yordamga. Hozirgi ko'rgan videomizdagi holat Samarqand viloyatida sodir etilgan bo'lib, bunda ya'ni yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rilgan. May 22-sentyabr kuni o'zimga avvaldan tanish bo'lgan do'stimning mashinasini videoga olib, Kazalgen shahridagi videoga olingan va Instagramdagi tez yordam kanalidagi 165 Spark degan videosini olganman. Shundan montaj qilib, prosta bir-biriga sapodat qilib qoldi. Shunga hazil tariqasida qilgan edim. Shu internetda tarqalib ketdi. Men o'zim WhatsApp guruhiga tashlagan edim. Bizlarni GAI xodimlari chaqirdi. Bu ish noto'g'riligini tushuntirdi. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Bu ish qaytarilmaydi, endi bu ish boshqa. Ushbu holatda ikkala haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi va ularga tegishli tushuntirishlar olib borildi. Ko'rib turganingizdek, ya'ni birgina fuqaroning videoni buzib tarqatishi oqibatida, ya'ni jamiyat boshqa fuqarolarning, ya'ni e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Shu sababli ham bunday videolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmasliklaringizni yana bir bor so'rab qolamiz.